Videoni oxirigacha ko'ringlar va qanaqa vaziyat bo'ldi tushuntira oldim degan umiddaman. Bu bratimiz olovga tushganim sababli tez orqamdan yugurdi va meni nok qilib qo'ydi. Eventda shu bratimiz o'zi qolgani sababli yana eventga qaytib tushdim va videoni davomini ko'ringlar. Please recall me. Mana o'sha bratimiz, lekin bratimizning muomalasiga prosta respekt gap bo'lishi mumkin emas. Yeah, I wanna guys. Awesome. To'g'ri, bunaqa vaziyat sizlarda ham juda ko'p bo'lishi mumkin, lekin mana shu bratdaqa o'ynash kerak degan maqsadda qo'ydim videoni. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska esdan chiqmasin. Hammaga omad.